7-tamoyil. Liderning kuchi shogirdlarning kvalifikatsiyasida. MLM biznesida haqiqiy liderni uning shaxsiy natijasi emas, balki tayyorlangan shogirdlari ko'rsatadi. Chunki haqiqiy lider faqat o'zi ishlab yurmaydi. U o'zidan keyin yangi liderlar tayyorlaydi. MW Airlife tizimida ham muvaffaqiyatning asosiy siri mana shunda. Lider o'z jamoasidagi hamkorlarni o'rgatadi, qo'llab-quvvatlaydi va ularni keyingi kvalifikatsiya bosqichlariga chiqishga yordam beradi. Haqiqiy lider quyidagi narsalarga e'tibor beradi. Jamoaga yangi hamkorlarni taklif qilish, shogirdlarni tizim bo'yicha o'qitib borish, ularga birinchi natijalarni olishga yordam berish, shogirdlarni liderlikka tayyorlash, ularni keyingi kvalifikatsiyalarga chiqarish. MW Airlife'da liderning kuchi faqat uning shaxsiy daromadi bilan emas, balki jamoasida qancha hamkor o'sgan va qancha shogird kvalifikatsiyalarga chiqqanligi bilan baholanadi. Shuning uchun bu tamoyilning asosiy ma'nosi shunday. Haqiqiy lider o'zidan keyin yana liderlar chiqara oladigan inson. Qisqa qilib aytganda, liderning haqiqiy qudrati uning shogirdlari qay darajaga o'sganida namoyon.